Hürmetli televizyon kögücüler, hazır körüvatkanlar Şinjan Televizya İstansıda Huyu Medeniyet Taqıt şirketi bilen Şinjan Elbidar Medeniyet Media Çeklik şirketi birleşip yolu koygan ve şundakla İmran Halkara Soğudu Çeklik şirketinin kolluşida emelge aşkan notuk sözleş tipideki programma ula şundak deydi. Biz bu programda her saha, her kesipte utuk kazangan, izdinevatkan yaşlarını teklif kılıp ulanınki turmuş karaşları ve izleniş təsiratları bilan ortaqlaşımız. Köpçülük əmsə birlikdə bir VCR görüytəyli. Yaşlıq go'yoki baharda po'raklab ichilgan gulga o'xshash jazbidor va go'zal. Gerçi yaşlıq bahari shuncha qisqa bo'lsa-mu, lekin go'zal arzu armonlar to'yilganligi bilan to'liq qimmatlidir. İzdinish, tirishchanlik orqali hayot musofasiga o'l selish yoshlikni texmo go'zal ma'nolarga ega qiladi. Mana bu yigit ana shu go'zal yoshlik bahorini jalolantirib, o'z orzusi yo'lida to'xtovsiz izlanayotgan Beijing Yeni Sharq ma'arif texnika guruhining da'vat ingliz tili o'qituvchisi Nijot Hasan. Nijot Hasan 2016-yili 8-oyda Amerikaning Cornell universitetida o'tkazilgan xalqaro bas munozir musobaqasi Jongo o'ttir maktab komandasining mashg'ulotligiga tanlanish sharafiga muyassar bo'lgan. Undaqda u bizga nima demoqchi? Kichigidan tortib yetildirgan tirishchanlik ro'yi uning qanday natijalarni yoritishiga turtki bo'ldi. Özünüz şununla yaxşı turvatsız. Yaxşı, rahmat. Özünüz yaxşımı? Yaxşı. Yani anlasam Beijing'de yaşap etipsiz. Ha, Beijing'da. Neçə yıl oldu Beijing'de yaşadıq? Beijing'da hazır 2 yıldan eşip kaldı. İnsaniyette nurgulluğun tərəq tapqan millətlerde bir ideya var. O bolsa-mı qayerdə senin günün yaxşı ötsə, qayerdə sen bəxtiz qıla alsan, şu senin makanın deydigan. Bu ideya qoşulsuq deyim ha. İntayin qoşulman çünkü siz köyge yerleriniz qancha jiq bo'lgancha sizningki dunyoga bo'lgan tonushingiz bo'libmi? Dunyodan sirt o'zingizni tonushingiz texim bek oshar ekan. Har bir yangi bir joyga borganda, asli men mandan amroq ekan, men menga muhtoj narsa asli ma'o ekan degani texim yaxshi tushungan oldi ekan. Siz tirishyotamsiz? Kunda tirishyapman, uxlagandan boshqa vaqtda asosan. Kuniga necha soat uxlaysiz? 4 soatdan 5 soat atrofida uxladim. 4 soatdan 5 soat uxlaysiz. Xizmat sal aldirash miqdori jiq degandek. Yaqında alsam Amerikaga bir musobaqaga yetakchi bo'lib chiqibsiz shundami? Bu bir xalqaroliq bas munozir musobaqasi. Yilda shu Amerikaningki Cornell universitetida o'tkazilgan. Bu musobaqada hamda shu dunyoninki 17 dan ortiq davlatdan kelgan o'rta maktab o'quvchilari orasidagi bir bas munozir musobaqasi. Shuningda men Jungo komandasiga yetakchi o'qituvchi bo'lib, shu 15 o'quvchini yetaklab shu yerga bordim. Ya'ni Shindong Fandan sizni chiqadi shundami? O'shani tavsiya qilib shu tanlangan. Natijaga erishdinglarmi? Meningki 4 o'quvchim yarim hal qilg'uch musobaqaga, 2 o'quvchim hal qilg'uch musobaqaga kirdi. Demak, bu 17 davlat nisbatan qanchada aytdi yaxshi natija. 17 davlat emas, bizning davlatimizga nisbatan bu qatimliq natijamiz tarixlardan buyon eng yaxshi bir qatimliq natija hisoblanadi. Bugungi taraqqiyot, bugungi raqobat bir formulani belgiladi insoniyatga. U bo'lsa-mu tug'ilgan kunidan boshlab tirishqin, toki o'lguncha tirishqin degan formulani belgiladi. Biz bu formuladan qochib qutulolmaymiz endi. Xo'sh, anda bo'lsa sizningki bugungi nutqingizni ko'pchilik bir anglasa, siz zodi qanday tirishdingiz, tirishyapsiz va tirishsiz. Sizningki nutqingizning temisi tirishish. Balkim bu tirishish nurg'un tirikishlar badali kelgan bo'lishi mumkin. Qani biz marhamat nutqingizni bir anglaylik. Assalomu alaykum barliq ko'rmanlar, ekran oldidagi tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Nijot Hasan sizlarga o'tliq salom. Bu yoz men uchun intayin mo'losulliq bir yoz bo'ldi. Chunki mush qitim Amerika safariga otlanib, o'zimningki 15 nafar o'quvchimni Cornell universitetiga olib o'tkazgan mush qitimliq xalqaroliq bas munozir musobaqamizda 4 o'quvchimningki yarim hal qilg'uch musobaqa, 2 o'quvchimning hal qilg'uch musobaqaga kirishi menga nisbatan intayin bir xil hayajonliq tuyg'usini uzungacha berdi. Shuningdek o'ylab qoldim. Amaliyotda sizning o'tmishdagi har bir tirishchanligingiz,
sizning o'zingizga sağgan mablag'ingiz, ya'ni vaqt mablag'ingiz. Shunaqla barliq o'zingizningki mishada chiqargan qurbonliklaringiz bir kunlarda siz o'ylab boqman, hayajonlanib, shunaqla muvaffaqiyat his tuyg'ularini sizga ato qildi ekan. Xo'sh, undaqda bugun meningki nutqimda mening so'zlamoqchi bo'lgan 3 cho'ng nuqtam bor. Buning birinchisi qiziqish yetildirish, shundaqla bu qiziqishingizni taraqqiy qildirib, o'zingizning kasbiga aylantirgan vaqtingizda sizningki muvaffaqiyatga texim yaqinlashadiganligingiz, shundaqla xushallik ko'yfinsitingizninki ish berdiganligini bir so'zlamoqchi. Undaqda meningki hamda o'zim kelsam, men 2003-yili 1-oyning 20-kuni tushdan keyin soat 4:30dan tortib rasmiy ingliz tilini o'rganishni boshlagan. Naq mush ingliz tilini o'rganishdan keyin men 2 oy o'tganda bir ingliz tili musobaqasida qatnashdim. Men 14 o'qigan. Men odat sinfda o'qigandim. Bizning sinfimizda haftada bir qatimliq ingliz tili darsi o'tdi. Lekin biz bu musobaqada tajriba sinfdagi o'quvchilar bilan musobaqalashdik. Ularga kunni 1 soat ingliz tili darsi bor. Men faqat 2 oy ingliz o'rgangan tarixim bor. Shuning bilan bu musobaqaga qatnashib men 2-chi bo'ldim. Bu mening hayotimdagi bir burilish nuqtaga aylanib qoldi. Nimishqa deganda men ingliz tili o'rganishdan burun atrofimdagi o'quvchilarningki, bo'libmi qiz savodoshlarimningki qat'iy bir qiziqishini qo'zg'amaydigan, diqqatini qo'zg'amaydigan bir intan odatdagi bir jimg'ir o'quvchitimda. Lekin ingliz tili o'rgangandan keyin mush musobaqalarga qatnashib va o'rta maktab chiqqandan keyin boshqa nurg'un musobaqalarga qatnashdim. Azroq ingliz naqshlarni o'rgandim. Ondan meni atrofimdagi savodoshlarim menga bir xil diqqat qiladigan asosiy eqimdagi bir o'quvchilarga qarab yuzlanishga boshladim men. Demak, mush ingliz tili meningki hayotimda bir o'zgarishni hosil qildi. Bu anikin bir qiziqish shakllandi menda. Bora-bora mush qiziqishimni men kasbga aylantirib oldim. Yana o'rta maktabningki 1-yilga chiqqanda men ingliz tilini 2 yil o'qigan vaqtisi mamlakatlik yosh o'smirlar eg'iz tili ingliz tili musobaqasiga qatnashib, bu musobaqada men 3-darajalik mukofotga erishdim. U chaqda ishkirdagi savodoshlariningki 1-yillikdan tortib ingliz tili o'rgandi deb hisoblasangiz, boshlang'ich 6 yil, to'liqsiz 3 yil va o'rta maktabning 1-yilda 10 yil atrofida, keyini hech bo'lmaganda 7-8 yil ingliz tili o'rgangan o'quvchilarda men 2 yil o'rgangandan keyin bu musobaqaga qatnashib, natija olgandan keyin o'zimda bir xil yomon nima ekan majmuaman deydigan bir xil ideya shakllandi. 2006-yili men davomliq CCTV 10-kanalningki Outlook English Speaking Competition deymiz, ya'ni Umid Yulduzi ingliz tili nutq musobaqasi bo'ldi. Shu musobaqaga qatnashib, men eng yaxshi talaffuz mukofoti oldim, hal qiluvchi musobaqaga kirdim. Demak, mushu musobaqalar menga bir xil o'zimda ishonch tuyg'usi ato qildi. Oliy maktab chiqqandan keyin 1-yilimdan tortib men ingliz tili dars o'tishni boshladim. Chunki shu vaqtga borganda men dars o'talaydigan Allubur oliy maktab ingliz tili 6-darajalik saviyaga yetib bo'lgan bir oltimda meniki. Demak, mushu o'zimning qiziqishini men davomli taraqqiy qildirish orqali oxirsida bir kasbga aylantirib oldim. Ya'ni men bir o'qituvchiga aylandim. Demak, bu mening o'qituvchiga aylanib, oxirsida mushundaq Beijingga berib, Shinofan ishlab va yoki IBM degandek har xil yaxshi fursatlarga erishib, hozir qadar taraqqiy qila olishimga intayin bir turkilik rol o'ynadi. Endi bu qiziqish degan bu narsa sizda taraqqiy qilgan sari siz chunki buning qiziqqanligingiz uchun siz qanchalik vaqt sarf qilishingizdan qat'iy nazar, qanchalik jafo tortishingizdan qat'iy nazar, siz buningdan intayinlik bir saskindigan, zerikadigan unda bir ish bo'lmaydi ekan. Shuningdek, mening hozirgi xizmat vaqtimni jiqadam depasam, men 13 soat, 15 soat xizmat qilmay ba'zida deb. Jiqadam buni benormalsizlik deb qaraydi. Lekin men buningdan hech qanday bir zerikish yoki buningni qaqshash tuyg'usi yo'q. Chunki men qilayotgan ishimdan qana qilma deganda huzurlanyapman. Xo'shilma bu ishimdan. Endi nurg'a odamlar qarab baqsanglar, o'zining qilayotgan ishini toza yaxshi ko'rmaganlik sababidan o'zining xizmatida huzur topolmaydi. İngilizce bir kitapta How to Thrive and Survive at Work deyilgan. Yani bunun ma'nosi xizmatingizda qanday qilib mavjudligingizni saqlaysiz, shundaqla taraqqiy qilasiz degan ma'nodagi bir kitap. Endi bu kitobda yozilishicha bir odam normalda kunda 8 soat xizmat qilsa, haftada 40 soat xizmat qildi degan gap. Shunama siz xizmatga berib kelishga sarf qilgan vaqtingiz, masalan, Beijing, Shanxaydagi cho'ng shaharlar qolsa, balkim 1,5 soat, 2 soat ketishi mumkin berib kelishingizga. Urumchidagi shaharlarda balkim 1 soat, 1 soat desangiz, haftada 7 soatdan 10 soatgacha siz yo'lda xizmatga berib kelasiz. Hafta oxirlari bu xizmatingizni o'ylab qolasiz.
Uyga borgandikimi ba'zi xizmat haqidagi paranglar oldu. Demak, bizning mush xizmatga o'ylaydigan, sarf qiladigan vaqtimiz qanday deganda intayin ko'p bo'ldi ekan. Ya'ni sizning bir haftalik vaqtingizningki 4dan 1dan ko'p qismi amaliyotda xizmat bilan. Ham 4dan 1dan ko'p vaqtida siz yana uxlaysiz degan gap. Shunami? Demak, sizning xizmat sarf qilgan vaqtingiz oilangizda, ayolingiz bilan, yo'ldoshingiz bilan, bolalaringiz bilan sarf qilgan vaqt qaraganda texim ko'p ekan. Demak, siz xizmatingizda huzur olamagan vaqtingizda hayotingizda huzur olasizmi? Natayin degan gap. Men mushu xizmatimni davomlashtirdim. Shunaqla Beijing borgandan keyin Wang Yi deymiz. Masalan, Wang Yi deganimiz Jungodagi 10 to'rbatning birisi, bularningki Yo'da Sho'tang deb bir to'r darsi var. Bular bilan mushu atiyaz hamkorlashgan men. Bu hamkorlash jarayonida men to'r darsida bir 50 mingdan ortiq o'quvchini shu to'rdagi darsim orqali tarbiyaladim. Demak, bu 50 ming odam deganni to'r orqali biz bir oyning ichida tarbiyalash yerda mumkin bo'lmagan bir ish. Uning ustiga bir o'qituvchining qila olishi. Men o'tgan yildan tortib meniki ta'sis qilgan bir Enjoy English deydigan bir to'r darsim bor. Bu darskim orqali men bir yil jarayonida 6 mingdan ortiq Uyg'ur o'quvchini to'rtda dars o'tab bo'ldim-da hozir. Mening kunlik darsimni hozir 1000dan ortiq o'quvchi anglaydi. Demak, bu 1000dan ortiq o'quvchining o'rtaq alaylik nima deganda 80%dan ortiqi bular oliy maktab o'quvchilari. Undan oliy maktab o'quvchilari nima kamchil deganda nishon kamchil, g'oyiz kamchil, kelgusiga bo'lgan o'zininki idealari to'liq g'uva. Yani kelgusi nimish qilishni, qandaq bir tirishni, zodi o'zi qandaq bir odam bo'lmoqchi, mush narsalarni toza his qilolmaygan o'quvchilar ko'p. Hamdan bularning o'rtaq alayidligi nishon bo'lsimi, g'oyiz bo'lsimi, herkes tirishmaydi. Yani demakchi, harakat qilmaydigan o'quvchilar intayin ko'p orasida. Shunlashqa men har bir soatlik darsimda ingliz til darslar bo'lmasdan nima bor deganda, men ozroq bu bolalarga aktiv energiya ta'minlayman. Demak, bu bolalarda bir tirishish degan narsa qanday oldi deganda shakllanyotdi. Nurg'un o'quvchilar 4-daraja, 6-darajadan shunday yaxshi natija olyapti. Aspirant imtihonlarda hali numeri ko'rinarli bo'ldi. Undan boshqa bizning darsimizninki yana bir aktiv energiyalik yeri nima deganda 40 dan oshgan, 50 dan oshgan 100 ga yaqin oila ayollari bor. Ham shunaqla dadashlar bor. Demak, bu odamlar bilan oliy maktab o'quvchilarining birga o'rganish qilishi nimani shakllantirdi deganda, ashunchalar cho'ng yoshli odamlarni tirishvasa, men nimishqa oldim qarab mangmayman degan bir xil ideya bu o'quvchilar shakllandi. Buniga men intayin ko'p vaqt sarf qilaman, horiman. Hatto oldingi mavsumda men kompyuterning oldida uda 4 oydan ortiq, kunda 8 soat ortiq o'ltag'ashqa meningki dumbi qismimda azroq chatoq chiqib, men 1 oy uxlatdim. Yazlık ta'tilda, chunki men Amerikaga chiqib ketganligim tufaylidan kompyuterning oldida o'tirishim da asosiy qiziqroq sinflarda u yoq bu yoq menib so'zlagandan keyin oxir eslim keldim. Demak, bunda qiyinchiliklarmi yoki bunda bir xil azoblarmi sizga qanday bilmaydi deganda, sizni bu ishni qilishdan voz kechtirgan bir narsa qilmaydi. Chunki ashadagi 1000 o'quvchining kunda bir tirishayotganligi men uchun bir nima deganda ishtirish kuchi. Shunaqla hayotimdagi intayin huzurlanadigan bir mening qilayotgan ma'nilik bir ishim deb qarayman. Bularning hammasi nimadan kelgan deganda, mening o'zimdan qilayotgan yetildirgan shu qiziqishimningki eng oxirida bir kasbga aylanish bilan mushunda bir atrofimdagi odamlarga ta'sir ko'rsatayotgan, kunda bir odamningki 1000 odamga ta'sir qila olishi oson emas. Ko'pincha kishilarda. Balkim uzunda bir ta'sir qila olish mumkin. Mesela Yuminhong desek, Yuminhong ayda 4-5 yer görüp leksiya sözleydi. Bu adam leksiya sözde 10-15 ming adam anglaydi. Demek ayda 30-40 ming adam degan gap. Demek men kunda 1000 adam. Demek mush adamni bir oy yig'sak, menmi bir oyda 30 ming odam qitim energiya taqdim degan gap. Demek bu ibam degandek men o'zim qo'shildigan ish birinchisi. Ikkinchisi men bundan xiljiq pul topdim. Üçüncüsü, ben bundan huzur ilyapman. Dördüncüsü, etrafdaki bizninki şu o'quvchilar nap elyapti, tirishyapti. Şuna hozir ko'p qism kishilarda qanday bir ideya shakllanib oldi deganda, o'zininki zodi nimaga muhtojligi yoki o'zi nimaga erishishga loyiq bir insonligini o'ylaydigan odamlar intayin oz.
Şonlaşqa atrofdagi kishilar nima ish qilsa shuni do'rab boqadi. Atrofdagilar aspirantlik imtihon bersa, men aspirantlik imtihon beray. Atrofdagilar chet el chiqib o'qsa, men chet el chiqib o'qay. Atrofdagilar to'y qilsa, men to'y qilaman. Demak, siz bu hayotingizda boshqa odamlarga qarab yashamay, o'zingizningki zodi nimaga amroq, nimaga muhtojligingizni haqiqiy his qilgan vaqtingiz, siz shu xil bir yo'lnishni tanlab taraqqiy qilgan vaqtingizda bu yerda siz o'zingizning kasbidan natija chiqarib qolmasdan balki hayotingizda xushallik degan narsaga erisha olasiz. Balkim nurg'unlagan odamlar va hayotidan natija chiqargan bo'lishi mumkin, lekin u odamlarningki hayotining xushallik darajasiningki yuqori bo'lishini atayin. Undaqda buni qanday qilib bir tip chiqimiz, men nimaga amroqligimni, nimaga qiziqadiganligimni qanday bilaman deganda, mencha cho'qim buni bir his qilish intayin muhim. Chunki odam degan narsada qiziqish intayin ko'p bo'ldi. Masalan, men 2012-yil oliy maktab bitagan, o'qish bitagandan keyin men Jo'jang o'lkasiga berib tijorat bilan shug'ullandim. Ya'ni tashqi savdo tijorati bilan. Nimishqa deganda men azaldan shu tijorat sohasiga kirib beqishni o'ylaydim, qiziqatdim, kichkimdan tortib. Mening shuni bir his qilib boqqim keldi. Demak, sizning bir his qilgandan keyin o'zingiz zodi ashuni zodi qila olamsiz, qilolmamsiz. Shu ish sizga mos kelamdi, mos kelmamdi degan narsani tegim yaxshi his qila olaysizda. Shuni men Jo'jang turish jarayonida oldingi birinchili men shunday jiq narsalarni o'rgandim. Oshada men endi ishlash jarayonida 8 soat. Ikkinchili men shunda bir huzur chiqmaganlik uchun mendan qanday qildim deganda, u ishni tashlab o'zimningki Beijingdagi o'qituvchilik kasbimni davomlashtirdim. Mening bu yerda demoqchi bo'lgan nuqta nazarim nima deganda, siz cho'qim bir ishni boshdan kechirib, bo'lsa jiqroq ishlarni o'zingizning barliq qiziqishlaringizni boshdan bir o'tkazgan vaqtingizda, andan siz o'zingizningki haqiqiy shu ishni qila oladigan yoki shuning mos kelgan kelmaydiganligingizni bilasiz. Mening Jo'jangdagi 20 oy vaqtim men nimani his qildim deganda, masalan, mush bolalarning oldida bir botilka suv turdi. Mush suvni biz Talla bozoridan setib olsak, 2 koy yoki 3 koy setib olamiz. Shundaymi? Lekin 5 yulduzlik mehmonxonadan setib olsangiz, ashining bahasi 30 koy yoki 40 koy bo'lishi mumkin. Demak, sizning o'rningizning xato bo'lib qolishi, sizning qimmatingizning tushib ketishini keltirib chiqar ekan. Shuningga o'zingizningki haqiqiy qimmatini joriy qildirish uchun siz cho'qim o'zingiz eng to'g'ri bo'lgan, ham qiziqadigan, o'zingiz muhtoj deb qaragan shu kasbni tanlab qilgan vaqtingizda siz erishmoqchi bo'lgan nurg'un narsalaringizga bilib bilmay erisha olasiz. Mening azaldan deydigan bir gapim bor, you are your time deydigan. Siz o'zingizning vaqti deb. Men o'zim qarab baqdim. Men 2003-yil ingliz tilini o'rgangandan tortib, hozir qadar mening sarf qilgan eng jiq vaqtim, amaliyot nimaga sarf qildim deganda, men ingliz tilini sarf qilgan. Masalan, oliy maktabdagi 1-yillikda mening bir kunlik o'rganish planim deb bilsam yoki shu kun tartibim deb bilsam, men asosan boshqa darslarga toza qiziqib ketmaydim. Mening o'qigan kasbim ingliz tili emas. Mening o'qigan kasbim boshlang'ich ma'rifi. Demak, kunda men 10 yoki 12 soat ortiq nima ish qilgan deganda, o'rganish qilgan. Nima o'rgangan? Ingliz o'rgangan. Masalan, Beijingdagi bizning shirkatdagi nurg'un o'qituvchilar, qanday o'qituvchilar deganda, asosan chet eldan qaytib kelgan o'qituvchilar ko'p. Bo'libmi nurg'un dangliq universitetlardan va yoki davlatimizga dangliq universitetlardan. Men garchi shunda bir dangliq universitetda o'qimagan bo'lsam-mo, o'zim o'rganish orqali shu bolalar o'rgangan narsalarni shularni oshirib qanday qilaldim deganda o'rganaldim. Demak, bumi sizningki hargiz diplomingiz, sizningki o'tmishingiz, sizningki hargiz hoziringiz yoki kelgusingizni belgilab bermaydi. Nurg'un kishilar o'zining hozir qarab, kelgusini belgilab olganlar ko'p. Ya'ni mening hozirim mushkul holat bo'lsa, men kelgusida cho'qim unda odam bo'lolmayman deb. Sizning hoziringiz kelgusingizni derak vermaydi. Faqat sizningki vaqtingizni nimaga qanchalik sarf qilayotganingiz kelgusida sizning qanday bir odam bo'lishingizni keltirib chiqardi xolos. Mening eng tavsiya qilganim ota-onalarga shu, bolangizningki qiziqishining nimaligini cho'qim yaxshi, shuning bilan tang birlalik tip chiqishga bir tirishib qo'yinglar. Chunki ko'p qism ota-onalar bolasini o'zining xohish bilan tarbiyalashni balki xohlaydi. Chunki mening kasbim shu. Balam sen mush kasbni qilsang, yaxshi xizmat topa olaysan. Bizdagi eng chong ideya xizmat. Amaliyotda 21-asr siz osh qoldigan bir davr emas. Har qanday bir ishni qilsangiz, siz cho'qim non tep yelaysiz hozir.
Biz hozirgi davrda bir xizmat uchun emas, balki o'zingizni bir haqiqiy yuksaltib, xushal-xo'ram, muvaffaqiyatlik manda bir yashashni o'zingizni nishon qilib, o'zingizning orzularini qo'g'lishib, orzularingiz qo'g'digan holatda yashashni bir nishon qila olsangiz, bu balkim sizningki hozirgi hayotingizdagi eng ma'nili ishingizdan birisi. Balki sizningki bir muqim xizmatga erishganligingiz sizga xushallik berishini atayin. Chunki ibam deganda 40 soat vaqtingizni siz xo'sh bo'lmagan bir ishga sarf qildingiz. Mutlaq ko'p qism hayotingiz sizning nimada sarf qilyotdi deganda intayin pas bir xil energiyada. Bu butunlay sizningki oilangizga, bolalaringizga va atrofingizga do'stlaringizga ta'sir qilishi mumkin. Men Beijingda nima qilganda uzun turib qolaman deganda mening atrofimda butun aktiv energiyalik odamlar yig'ilgan. Nimishqa deganda Beijing, Shanghai deymiz, Guangzhou deymiz, mana davlatimizga 3 cho'ng shaharda qanday odamlar jiq deganda sirtin kelgan odamlar jiq. Bular nimish qo'yib turdi deganda o'z orzusi uchun turdi. Hammasi orzusi uchun kurash qilayotgan, tirishayotgan odamlar. Siz bunda bir top aktiv energiyalik odamlar bilan birga yashayotgan vaqtingizda, atrofingiz shunchalar odam ko'rgan vaqtingizda siz cho'qim tirishmay tura olmaysiz. Sizning atrofingizga do'stingiz, atrofingizga to'pingiz, oilangizga pasif energiyalar sizni texim keyning mang'uzdi. Shunlashqa atrofingizga do'stlaringizni cho'qim qana qiling deganda siz ularni o'zgartirmasangizmi, avval o'zingizni o'zgartirib, o'zingiz bir aktiv bir odamga aylanadigan vaqtingiz siz atrofingizga nur chacha olasiz. Demak, mushkil bir o'zimning vaqtini sarf qilib, tirishchiligim orqali opamning oxir meni bir e'tirof qilishiga erishganligim, atrofimdagi odamlarning e'tirof qilishiga qaraganda, oilangizga e'tirof qilganda siz texmo bir xillik xushallik hissiyoti to'ldi ekansiz. Shu munosabatda dadam va opamningki meni hozir qadar to'y qilishga zo'rlamay, sirtlarda mush qadar turishga madadli bo'layotgan, qo'llayotgan mushkil altini men rahmatim bildirmoqchi. Rahmat. Programmamiz bilan Xinjiang Imron xalqaro savdo-iqtisodiy shirkati alohida hamkorlashgan. Bir ne'mat bar karomat, lazzati bar alomat, pokizligi, quvvati, bizga rohat, farog'at. O nima? U nima do? Misran qaysi? To'g'ri, topdingiz. Wow! Nimandaq tatliq bu? Misran yurishli qizlari ishonchli go'sh, esil xurishlar, yuqori saviya va a'lo sifatda mujassamlanib, aqida va samimiyat qo'shib tayyorlangan esil yemaklik. Misran qizlari. Bala quvvat qiladigan yanada Misran qizlari. Qutyardan yangi bir qadam shonliq natija Aqsu Qutyar zavodi dag'dug'liq ishga kirishtirildi. Yangi Qutyar zavodi ilg'or mashina uskunlar, inchki ishlab chiqarish liniyasi orqali turli tam, har xil shakldagi Qutyar soda suvlarini xalqimizga sunib, xalqimizning umidini oqladi. 13 yillik arzu, 13 yillik Qutyar. Sifatga ilgirkilikli qo'yilgan yuqori talab texnik keng, ozod ishlab chiqarish muhiti Qutyar zavodining yangi afzalligidir. Qutyar xalqimiz uchun hamon bejondil xizmat qiladi. Esil tam, esil ichimlik Qutyar. Tağning zinnati Qur'on tosh. Tanning zinnati ko'rgan chosh. Go'zallik tabiiylikka bog'liq. Ko'rkam chosh tarvishga bog'liq. Sizning chechingizga mos keladi. Ben çaşlarımla asırayım. Çaşlarımga Şahla çaş doktoru Emrah. Shahla chosh doktori yurishlik chosh asrash buyumlari. Yig'ib yurgan dunyosini to'yga deb, tekutar mehmon keldi uyga deb. Desem agar tushunmasdan bu qandoq, bilib qo'ygun Uyg'ur degan mushundoq. Uyg'urlarning qo'li oltin ko'ngligi. Ne'mat qahvasi tan ichgancha texmi go'zal. Ne'mat qahvasi. Haydi yaxshi paralarni qilib berdi. Biz bu ingliz tushungan bolalarning hammasidan bu bir narsani his qilamiz. U bo'lsa bir xil aktiv energiya, ya'ni tafakkur, yangilik. Menimcha bu xil ruhni biz o'rgansak bo'ldi. Bu bolalarningki bu xil o'rganish ro'yidan huzurlanish bilan birga mush yoshlarimizga ya'ni umidimiz intayin cho'ng. Kelgusida balki bular o'zini o'zgartirib qolmay, balki dunyoni o'zgartirishi mumkin.
Endi Nicat inimizniki notuqlardan bazı meselelerini oylab kaldım. İlham aldım. Demek dünyanın birli negizi var ki. O bolsumu bolup mu bugünkü dünyanın, tarak tapkan dünyanın birli negizi var. O bolsumu insanın kızıkışı. Çünkü insaniyetin en ahırkı terakkiyatta her bir insan bir kutup kaynaşı mümkün. O çağda bu insanın kızıkışı, el kılgıç rol oynaydı. Şu başka kızıkışı demiş bek mühim mesele ki. Bir günü dağlık peylasop Sokrat'ını türmüge solap koyuptu. 3 gün solap koyuptu ki bunu şu yerdeki bir atbakar bilen bir kamera solap koyuptu. Sokrat ilki atbakarga 3 gün sözlepti. Ilki atbakar 3 gün Sokrat'ın közüge tikilip oturuptu. Sokrat şu günü dünyada özüne en baxtli kez qıptı. Ben bugün dünyada özümni en düşündüğün adamı tapdım. 3 gün sözlesem 3 gün qarab otadi bana. Dep 3. günü sana rahmet. Meni bek düşendin depti ki Sokrat'a sizin saqalınız mening o'chganning saqalga o'xshaydi ekan deb. Amaliyotda o 3 gün Sokrat'ın saqıga qarab o'tagan gap, Saqıga qarab aksincha o'zining o'chkisini o'ylab o'tagan gap. Şuңашqa xuddi qiziqish tabiiy hodisa bo'lganga o'xshash. Qiziqmaslikmi tabiiy hodisa. Hozir tövendiki savaqdoshlardan bir necha savol chiqibdi, shu savollarni inimiz Nijatdan bir so'rab olsak, Nijat siz hozirgacha sizga eng qiyin to'xtagan masala nima debdi. Men eng qiyin to'xtagan masala tamoqdan qiynalmaymiz. İkincisi üzem tamoq yetib qolsam qochish. Onundan başqa hamda kesib jihatildimi? Başqa qiyinchilik yo'q. Shu asosligi shu jismoniy jihatda hamda charchash bir qadar og'ir. Lekin o'zimiz yanılam yaxshi ko'rgandiki, ularni yengib ketgan oldi ekan. Demek sizga eng og'ir kelgan ish tamoq bilan yuyish, shundaqmi? Demencha apangizning degan to'g'ri o'xshaydi, siz cho'qim bir to'y qilsangiz yo'qdek. Siz şu başkalarınınki qo'llashiga uchramagan vaqtingiz bormi debdi. Atrofimdagilarning qo'llashiga uchramagan vaqtim bor. Bulupmu şu Enjoy English'ni mang'uzmoqchi bo'lgan vaqtimda men o'ylaganda hamda Beijingda nurg'un o'quvchilar ingliz tilini o'rganishni xohlaydigan Uyg'ur o'quvchilar borda atrofimda. Ular bilan tanishib qolgandan keyin ma'lum biz inglizcha o'rgatdik dedi. Undan Shinofan beringlar desam, Shinofanni o'qish puli haqiqatan qimmat. Odatda mening 48 soatlik ingliz tili darsim 3600 ga atrofida. Hamda oliy maktab o'quvchilariga nisbatan bu bir yillik o'qish puli talab bo'lib qoldi. Mening o 48 soat darsimni 12 qatim so'zlab pulaman. 4 soatdan. Shunlashqa men o'ylab hamda to'r orqali biz jiqroq adam yig'ilsa, ma'mu ziyon bo'lmagan holatda, atrofdagilarning ingliz o'rganadigan holatda mushni qilay desam, do'stlarim Pekkelik bu ish mencha mumkin bo'lmaydi, qilolmaysa deganda qildim, lekin bir yilniki haqiqatan bu muvaffaqiyatli ko'p qoldi. Demak boshqalarimiz sizga passiv energiya taqatdi, shundaqmi? Lekin men yenilam shu qilishni tanladim. Yana bir savol borki, Nijat ma'lum shu inglizini yaxshi o'rganish uchun cho'qim saqal qo'yish kerakmi debdi. Lekin mencha tashqi qiyofatingizni o'zgartirish sizga ishonch ato qildi deb qarayman. Mening asli chechim mishaditi. Nimishqa deganda nurg'un odam o'zining tashqi qiyofatidan o'zira olmaydiganligi bor. Lekin o'zingizninki ko'rinishini, masalan, sizga o'xshash bunday kiyim kiydiganlar kaltishtalni kiyib, uzun maykelni kiyib, o'zingizning holatini biz o'zgartib boqqan vaqtingiz, o'zingizda boshqacha bir kayfiyat hosil bo'ldi-ku. Bu xil kayfiyat balkim sizga o'zingizni qattiq ishondirgan bir odamga aylantira olishi mumkin. Men kichik vaqtim dadam doim chechim tushirib meniki. Cho'qimlam, yozib tek yozda. Ishonchingizni oshirish uchun, shundami? To'liqsizda o'zimga ishondigan bir o'quvchi emasdim. Chunki aynan qaraganda men qarasam o'zimni jinoyatchidek ko'raman-da. 2 yil bo'lgan men chechimni o'sirib mishaga qo'yib olgan. Qarsam kompyuterning oldida o'tirib jiq tushib ketyapti chechim. Hamda rost burun qaltim qaytib kelmay deb kesib etdim. Bir haqiqatni bayqab qoldik, Hozir chechini uzun qo'yib olganlarning hammasi kichik vaqtda dazib 5-ni tushirib etganlar, Assalomu alaykum Nijat muallim. Va alaykum assalom. Mening ismim Miloldin
Ben bayağı sizin sözleyen nutqlarınızdan hem sözleştiki maharetlerinizden nait suyundum. Belki huzurlu otadım. Rahmat. Özümden büyüyen bu sorun kelgimde belki hoş oldum. Rahmat. Mening hamda savol so'rashdan burun sizning leksiyalaringizdan olgan ta'sirotlarimdan bir qancha nuqtalar bor ekan. Bo'libmi bayqi sizning o'rningizning xato bo'lib qolishi, sizning qiymatingizni tushib ketishga alohida sabab bo'ladi degan so'zingiz alohida diqqatimni tortdi. Undan boshqa sizning bayqi nuqtaliq so'zgan bir qancha so'z iborangizni yozilishga to'g'ri kelgan, masalan o'quvchilarning, masalan burilish nuqtasi. Demek o'quvchilarning har bir o'quvchining chuqur bir burilish nuqtasi bo'ldi ekanda. Undan boshqa ayrilish doirasi degan so'zlar, undan boshqa qiziqishimni kasbga aylantirib oldim degan so'zlaringizni meningcha bir ta'kidlab o'tishga to'g'ri keldi ekan. Unda olsa men savolimni so'rasam, bizning yoshlarimiz bayağı siz degan vaqt engi yo'q degan so'zni boshqacha tushunib qilish mumkin ekan. Shunga men o'yladimki, sizdagi mana shu vaqt o'rlashtirish usulingiz bilan scheduled, ya'ni jadvalingizning tuzilish alohidligi bilan ortiqchiligi nadigacha qaysi xil shaklda qilasiz, shuni so'zlab o'tsangiz, menimcha biz yaxshi foydalansak. Bu vaqt to'g'risidagi bo'lsa, mencha bizning Shinofandagi Alininki leksiyasini olsanglar, mencha Alininki vaqtni kontrol qilishga usullari davlatimizda eng ilg'orimkin deyman. Mening vaqt kontrol qilishim Alinikiga yetmaydi, lekin mening ibiyam degan vaqtim nima deganda, jiq o'quvchilar mandayliq o'ziga 1 yil, 2 yil vaqt berilib, men mushinchilik vaqt ichida cho'qim bir ishni qilishim kerak, muvaffaqiyat qozonishim kerak deb turib oldik. Mening demoqchi o'g'lim, siz 2 yil qazanamsiz, 3 yilda qiling, 3 yilda qilamsiz, 10 yilda, 10 yilda qilamsiz, 15 yilda. Men ingliz tilini o'rganayotganga 13 yil oldi, men hozir o'rganyapman, ham davomlashtirman. Mening demoqchi o'g'lim bir sherdagi nuqta. Bu yerda herkes o'zimizga ma'lum bir vaqtni berilib, buning uchun cho'qim tugutish emas. Agar tugmay qolsa, endi davomlashtirib qilaversak bo'ldi. U yerda herkes 2 yil qilamdim, bo'ldi, men o'tganman yoki mashina aklik emaskan deb vaz kechish balkim sizga bir ziyon olib kelishi mumkin. Endi o'zimning vaqtiga kelsam, mening to'rda hamda kunda 6 soat atrofida darsim bor. Buni asosiy qilmay ishdan tushib qilaman. Kunduzda maktabda odatda az deganda 4 soatdan 6 soatgacha yana darsim bo'lishi mumkin. Demak, maktabda 4 soat dars o'tgan bo'lsam, to'rda 6 soat, 10 soat ketdi. Mening buningga tayyorlik xizmatim ketadi. Masalan, to'rga chiqarishim kerak, material tuzishim kerak, ishga berib kelishim kerak. Demak, bir kunda aniq 13 soatdan 15 soatgacha mening vaqtimning xizmat ketishi o muqarrar hozir shu. Endi buni qanday planlaymiz deganda, kundalik vazifani men cho'qim tugatmasam bo'lmay qolgan ekan. Chunki hammadan pul oldim emasmi? Shunga menda bu yerda bir ish tirishkuchi haqqi bo'lgan qarzim. Shuni tugatishim kerak kunda. Yaxshimsiz, Nijat muallim. Yaxshimsiz. Men Nadira. Sizning liseyangizni anglash fursatiga erishganimdan aytdi. Xursand bo'ldim. Chunki o'zimni ingliz tiliga bak qiziqaman. Bayqi liseyalarni anglab, sizning kasbingiz, oliy maktabdagi kasbingiz boshlang'ich ma'rifatga. Shu kasbingiz qiziqamsiz? Kasbimga qiziqib ketmayman. Lekin men kasbimdan narsa o'rgangan. Nima o'rgangan deganda, bizning kasbimizda psixika darsi bor. O'quvchilarimning psixikasini yaxshi tushunishim kerak men. Chunki dars vaqti bir o'qituvchi o'quvchilarning psixikasini yaxshi tanay olgan vaqti, ularning chiroy ifodasidagi, har xil badan qiyofatidagi harakatlarni bayqa olganda siz darsingizni texnik yaxshi tushundira olasiz. Sizning keyingi mushu taraqqiyot planingizning ichida mushu o'zingiz o'rgangan kasb bilan ingliz tilini bir birlashtirish o'yingiz bormi? Hozir amaliyotda allburun birlish bo'ldi bu. Meningki hozirgi taraqqiyot nishonda biz mushu to'r ma'rifini asos qilib turib, diyorimizga to'r ma'rifini taraqqiy qildirmoqchi. Chunki hozir nurg'un Uyg'urlardagi bir to'rni ishlatishda bir qancha cho'ng ishlatish sababi birinchisi kino ko'rish, naqsh anglash, do'stlashish yoki xabar o'qish. Lekin hozirgi bizning ma'u to'r darsxonamiz shakllangandan keyin bu barbara nimani shakllantiryapti deganda, bizmo to'r orqali o'rganish qila oladigan, o'zimizni taraqqiy qildira oladigan bir supa hozirlamoqchi. Rahmat.
Nicat malum yaxshimisiz? Men Urumchi shahar gazeti Osiyo Kinolik to'g'rida ishlayman. Esimingizda bor, oldin qitim siz Urumchida men mag'lubiyatchi team seleksiya so'zlagan vaqtimizda sizningki naq maydondagi ko'rinishingizni biz Fox Store'imizda bergan. Bir soatning ichida 15 mingdan ortiq odam naq maydonni ko'rdi shuni. Endi shu vaqtda his qildik, endi 15 ming odamdan jiqroq odam naq maydonni ko'rdi emasmi? Endi siz hozir NJ English'ni shu tor supsida ders o'tyapsiz shunaqo torda. Endi buningdan keyin shu naq maydonda biyos ko'z orqali tor ders berishni o'ylash vaqtingizmi? Bu programmani o'zining alohida mahsuloti Imron Sap Shotut sharbetini bozorga solgan korxona Xinjiang Imron xalqaro savdo-ichkilik shirkati alohida talab qilgan. İtaliya kalı güç qaklımısının bir 80% pişirilgan bo'lsin. Bo'ladi efendim. Gretsiya ko'ksay salatidan birini limonni balchiq silib. İçimlik iço. Ko'nglim shu topda huzuriy yurakka boradigan İmron Shot sharbidan tatadi. Sizlarni bu yerda bormidi? Albatta. Taomlar tizimlikka, ichimlik yurak yizilgan bo'ladi. İmron Shot sharbati naq yurakka boradi. Aka qiz yeyman. Jabran qizlarim shu. Ma'lumot, yuring afkularım. Opa qizdan olaymi? Ag'in o'g'lim. Keling hada yaxshi turyapsiz. Xeyli yaxshi. Shuna balam. Haliyam Voy, balam buni tushirib qo'ydi. Yo'qmi sizga? Yana birini olaychi opa. O'zi tez bo'lgin. Ko'p o'tdingiz. O'zing yegin bola. Rahmat sana. Aqlli o'g'lim. Yaraysa. Yegining lazzat, so'ng'ining himmat bo'lsin. Jabran qizlari. Şinjan Kündiyar Biyopen Texnik Çeklik şirketi su terkibideki her xil ziyonlıq maddalarını süzüp çıkarıp etiş bilen birge su terkibideki paydalık elementlarını saklap keliş iqtidarıga ega bolgan. Adam bedeniga zarur bolgan biyot, krom qatarlıq mikro elementlarını qo'shish va suvni magnetlashtirish texnikalari qo'llanilib ishlab chiqarilgan, sufati tabiiy buloq suviga eng yaqin bolgan suv ishlab chiqarish iqtidoriga ega Zaytun buloq markali tabiiy suv tozalash uskunasini ishlab chiqardi. Zaytun buloq suv tozalash uskunasi sog'lomligingiz uchun oqilona tanlashdir. Aloqalash telefon nomeri 0931 855 0333. Bizning hozir qo'llanayotgan usulimiz biz avval ungelib, ondan buni taqtimizcha avval surat kelib olamiz. Men bevos taqatsam bo'ldi, lekin Beijingda mening xizmatim bo'lganligi uchun men ilqi bevos taqtish vaqtini men o'zim kontrol qila olmayman. Shunlashqa hozirgi bizdagi bir kamchilik mening vaqt tarafdagi ojizligim tufaylidan men u yer bir vaqtni bekitib qo'ysam, agar idoradan menga yan bir vazifa berilganda men cho'qim avval ashini tugatishim ma'nili xizmatni sir qilayotganishim bo'lgan ekan, lekin kelgusida biz cho'qim qilamiz. Assalomu alaykum Nicat ma'lum. Va alaykum assalom Zulqar. Men kasbiy o'qish mavzusi qurbilman. Men shu irodangizdan oid mustahkamlikka oid qoyil bo'ldim deganlar leksiyalaringizni olgandan keyin. Men sizdan so'rab boqsam, men ham odatda musobaqa har xil tufayli sebepler tüpelden köpünce vaqtlarim sırtlarda yürüdü. Müş tüpelden şu xalqaro tanıkçılardan aloqalı jihatdan, til jihatdan ait qiynaldımçı. Ama özüm kurslarda o'qiydiganға vaqtim yetmeyçi odatda. Har xil jihatda o'rganib baqdim-da, ham o'zim qila olishimcha har xil jihatlar ingliz tili o'rgandim. Ham sizdan bugun so'raydigan savolim hamda o'sha ingliz tilini qanday qilgan vaqtida eng tez ham eng yaxshi o'rgangan bo'ldi. Müş jihat bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Millətdə Zulqarmı bizning əğiz til dərsimizdə oxuyatdı. Əmdə dərs vaxtıdan məncə sözləyimə, əmdə bu til öyrəngəndə özüm 5 xil til öyrənib baxqan hazır qədər. Til öyrəngəndə çoxum bununğuma birinci olub qiziqish degan narsa bək mühim. Əgər qiziqmısanız, elə passiv energiyayla öyrəngən öyrəniş bilan elə qiziqib turub aktiv halətdəki öyrəngən önümünüz bu qəti oxşamaydı. Çoxum bununla bir qiziqish şəkillendiriş kerak. İkinci olub, əmdə bunu işiltish intayı mühim. Endi sizningki hozir qoltingizda treneringiz Amerikalik bo'lganligi uchun mencha siz intayin tez surat o'rganasiz. Chunki o'rgangan narsani naq bir ishiltib, so'zlab, turmushda bir qo'llangandan keyin buning ilqi astin chiqitishi yoki manda bir xil o'rganish unumi texim yuqori holatda bo'ldi. Assalomu alaykum Nicat ma'lum. Va alaykum assalom. Men ismim Musajon Muhammad deyman. Nicat ma'lum siz hamda shu Nurali Abduz muallim Erishkinlar Beijing Ishkin Dongfang Pan Texnika Ma'rif Guruhining tongdar o'qituvchilari. Hamda ishkinlarning birlashib, siz qurgan ingliz tiliga o'xshash
Mushu bizning ma'rifimizga bir kuch qo'shadigan yangi turlarni barliqqa keltirishni o'ylashib baqdinglarmi? Men arzu qilaman Ali bilan hamkorlashishni. Men 100% shunday holatda tayyor. Assalomu alaykum, Nijat Ma'lum, yaxshimisiz? Mening ismim Abdushukur Abdulmet. O'zim yumshoqda yashayman. Hamda yuqorida sizning nutqingizdan hamda sizni qo'lga keltirgan nurg'un natijalarni oldik. Mayli Amerikadagi basmalarimiz musobaqasi bo'lsin va yoki tordagi inja ingliz bo'lsin, nurg'un bolalarga deb yetkazibsiz. Hamda mening so'moqchi bo'lgan savolim, siz buni kim mutlaq terishilmasiz nurg'un natijalarga erishasiz deb qarayman yana. So'moqchi bo'lgan savolim bo'lsa, siz baxtli turmush bilan agar baxtli turmush bilan shu xizmat jarga utuqning ikkisiniki birisini ham tanlig'ini o'qib qolsangiz, siz qaysini tanlaysiz? Nemishqa? Shunga bir javob berib qo'ysangiz. Xizmat jihatiga utuqni tanlayman. Nemishqa deganda xizmat jihatiga utuq, ibyon men degandek sizdagi turmushingizga baxt va xushallikni keltirib chiqadi. Shuningcha, mencha bu ikkisini ayirib etgan bo'ladigan bir ikki xil narsa deb qaramayman. Balki birinchisi ikkinchisi keltirib chiqardi deb qarayman. Nijat Ma'lum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Mening ismim Subinur, o'zim hozir Xinjiang tibbiy universitetining oldin ilib davolash kasbida o'qiyapman. Bugun naq maydonda sizning nutqingizni anglab intayin hayajonlandim. Rahmat sizga. Odamning o'zi qiziqadigan ishni qilsa, unum texim yuqori bo'lganligi hammamizga ayon. Undaqda mush qiziqishni qanday qilganda o'zining kasbiga aylantirg'ul bo'ldi deb qaraysiz? Bu mencha tabiiy keladigan bir hodisa deb qarayman. Chunki sizga har bir xil qiziqish sizdagi shu kasbni shakllantiradi. Nimishqa deganda sizning qiziqishingiz atrofingizga do'stlaringizmi shu xil bir narsa qiziqadigan bir to'p odamlar bilan bog'lanish qildi-ku. Masalan, turmushingizda sizning do'stlaringizda siz bir o'rtaqlik bo'lganda, siz undan keyin shular bilan do'stsiz ko'pincha. Bir sizlar hech qanday o'rtaqlik yo'q odam bilan siz 2 soat parang qilolmaysiz. Balkim 5 minutda gapinglar tugaydi, shuning bilan xo'sh. Lekin qiziqish orqali siz tanishgan shu to'p kishilar sizni ashundaq bir kasbdagi kishilarga boshlaydi-da. Masalan, meniki ingliz o'rgandim, ondan keyin men dars o'tgan bir to'p odamlar bilan tanishdim. Demak, nurg'un o'quvchilar o'zilik kasbga qiziqmasa, butun dunyo oxirlashgandek, bu hayotda hamda mushbeti nabto bo'lgandek his qilib ekan. Amaliyot siz o'zingiz qiziqadigan ishlarni o'zingizdan o'rganish orqali qanday qila olasiz ekanda, o'zingiz yetmoqchi bo'lgan ishlaringizga cho'qim yetalaysiz. Ben bir kunda mesela 6 saat dersim olan olsa 6 saat derste 6 saat İngilizce öğrenettim. Keşk öğreniş müzakir vaktimiz var. Normalde 6'dan tartıp ben öğreniş başlasam keş saat 10'lar geçeceğim. Demek bu yer 4 saat, gündüzlük 6 saat dersim yine 10 saat etrafında. Bazı açığım kep kalsa bizden yatakların çırkını 11'de uçuretti. Bizden her bir yatak binasında öğreniş kıldığım biri. Öğreniş uyuada oyunun içinde ben yine bir 2 saat öğreniş kılıysam. O'zingizniki qiziqishining jiqishi, o'zingizniki ko'proq ishlarni boshdan kechirishingiz qana qildi deganda sizni intayin bir kishilar jalb qildigan sehriy kuchga ega ashunday bir odamga aylantira olar ekan. Masalan, nurg'un shu chetallab turgan yoki nurg'un davlatga olgan odamlarning hikoyalarini anglasanglar, u yerda bu yerda ko'rgan ishlarni so'zlab berdi. Ashadamlarning og'ziga qarab nurg'un odam turib ketdi. Sabab nimishqa deganda siz uni his qilib boqmang. Şu adamның ağzı arqılıq his qılıvatsız. Demek, sizge şu adamның hayatı intayin bir xil qızqarlıqdək, yoki intayin bir xil jalbkardək his qılısınız. Şoňlaşqa özüňizning işki muşu sehri güçünü aşırış üçün əməliyyatda siz faqat tashqi qiyofatingiz jihatdan o'zingizni pardozlashni qo'yib qo'yib turib, siz qana qila olganda deganda ko'proq muşu experience deymiz inglizcha. İşlarni başdan keçirib, nurg'un ishlarni sinab baqqan vaqtingizda, nurg'un ishlarni his qilgan vaqtingizda, kishilar bilan paranglashgan vaqtingiz, tabiiy sizningki ichki sehriy kuchingiz atrofdagilarni sizning tashqi sehriy kuchingiz qaraganda texinbek o'ziga torta oladi. Bu gap mencha qizlar uchun eng o'ylab beqish tegishli bir masala. Bayaqi savol javoblarni aytib ma'nilik bo'ldi. Eng oxirgi qiziqish masalasi yana bizniki eng oxirgi temamiz bo'lib qoldi. Qiziqish insoniyatning oxirgi chiqish nuqtasi. Men izchil turda o'ylaydigan bir masala bor. Zodi qiziqishni qanday topib bo'ladi? Ba'zi odamlar bor, haqiqatan hech narsa qiziqmaydi. Meniki bir og'inam botdi. G'o'lida. Biz ikkimiz tang cho'ng bo'lgan. Hozir 45 yosh kirdi. U kichik birinchi sinf kirgandan boshlab faqat
o'qishga qiziqmaydi. Toki biz o'rta maktabni bitgacha ota-onasining nasihati, nurg'un odamlarning gaplari, yaxshi o'qisamam degan mening gaplarim qilch ta'sir qilmadi. U faqat qiziqmadi. Men o'tganda bir paranglashib qoldim. Sen yaxshi o'qisang bo'ladi asli desam, ilm o'qimabdi ekanman, o'qigamsam riyosat o'qitdim dedi. Shunga meningcha qiziqish bizning oxirgi chiqish nuqtamiz bo'lgan ekan, biz cho'qim bundan keyin balalarimizga qiziqishni versin deganimiz eng yaxshilikdir. Nijotninki bayonlari, ta'sirotlari meningcha meshada o'tirgan bir qism balalarga qiziqish va ilhom berdi. Shuna birga biz yoshlarimizniki hozirgi tirishayotgan shu davrga xos ro'yini his qildik. Biz ayni vaqtlarda o'qigan vaqtlarda faqat oliy maktabga o'tsakla bo'ladi. O'tsakla biz xizmat topa oldik. U joyda bizning birdan-bir qiziqishimiz oliy maktabga o'tishlar. Kasbni tanlamaydik. Endi bo'lsa bizning yoshlarimiz cho'qim kasb tanlashga majburiy va muqarrar yuzlanish kerak. Chunki endi sizga tayyor xizmat yo'q. Shunga Nijotniki hozirgi yashash holati, yashash muhiti bizning yoshlarimizningki bir qism jamiyatda o'z kuchiga tayanib yashayotgan yoshlarimizning holati. Bu xil holatniki mushundoq ruh bilan yashash uchun tirishadigan, ya'ni ruhida qiziqish va intilish mavjud bo'lgan yoshlarimizga o'ziga xos ilhom va rag'bat bo'lishini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, kelar sonni ko'rishaylik.